Assalomu alaykum hurmatli aka-ukalar. Hozir men sizlarga qanday qilib dag'i bir jo'li qaytarib bayramiz qilish mumkinchiligi bo'yicha kichkina bir eslatib o'taman. Hali uchun o'sha testlardan foydalanishni ko'rsatib qo'yaman. To'rali muallimlarimiz ulardan mana ularni ko'plar deb bergan, yo'q, dag'i bir jo'li eslatib qo'yishni chechdim. Google ko'rib olsangiz yaxshi bo'ladi. Hali uchun alg'ach Google Diskga kiramiz. Mana Google Disk. Google Disk'ni açsangiz, mana shu yerda o'ng tarafında mana 9 ta tochkasi bor. Che bo'lsa, bu yerda ham bor. Biz mana o'ng tarafdagi 9 ta chekitni bosamiz. 9 ta chekitni. Bassangiz, mana shu narsalar chiqdi. Buni o'ng tarafda mana ildirga tushiradigan yeri bor. Mana shu yerdan bunday tushsak, mana class degan yeri bor. Google Class'ga kiramiz. Tak. Mana Google Class'ga kirdim. Google Class'ga kirib, al yerga mana plusni bosamiz mana. Sozdать kurs, jan kursni boshlashga bosamiz. Мне понравился. Продолжить. Qaysi klassga o'tmoqchisiz? Misol uchun 6-klassga saboq o'tamiz. Предмет информатика. Bitti. Sozdать. Ozgina kutib tursangiz sozdать qiladi. Demak, buni o'z yerdagi plusni bosdim. Kursni tanladim. 6-klass deb yozdim. Informatika saboqidan o'taman deb yozdim buni. Buna tayyor bo'ldi. Mana yerda orqasida chiqdi 6-klass informatika degan. Tak, mana 6-klassga tayyor bo'ldi. Endi bu yerdan zadaniya degan yerga kiraman. Zadaniya mana. Zadaniya degan yerga kirganimdan keyin sozdать degan mana plus turadi meni dag'i bitta. Sozdать. Mana shu sozdachni bosam. Bu yerdan zadaniya с тестом. Вопрос, материал, использование degani bor. Men hozir zadaniya с тестом deganini bosdim. Test bo'yicha zadaniya bera turgan bosdim. Mana o bayranish chiqdi. Bu yerda mana blank quiz degan tag'i bir fayl chiqdi. Mana shunga kirayim. Blank quiz. Mana shu faylga kirib turib, endi bugungi testning atalishini yozam. Misol uchun bugungi testimiz informatika sabog'idan test. Misol uchun mana yerga kiramiz. Ikkinchi o'sha ildida bunday testda yozadigan yer bor. O'sha yerda mana один spiska degan yerda bunday bossangiz, har turli yo'llarni ko'rsatadi. Tekst stroka, tekst abzas, один spiska. Один spiska degani spiskaning ichida testdan birosini g'ana tanla degan. Несколько список degani bir testda bir ikkita, uchta javob qo'yib qo'yishingiz mumkin. O'shalardan tanla degan. Tekst stroka degan yerga jo'rg'ana tekstni o'zini yoza turgan yeri. Mesela hozir men birinchi tekst stroka degan bosam. Bu yerga familiya atingni kiriz deganni, ati jonini kirgiz. Ati jonini kirit. Endi краткий ответ degan yerga bola o'zi kichkina javobni yozadi. Обязательный вопрос degan yeri bor. Bu yerda, ildida. Shuni unda qo'shib qo'yishimiz kerak. Sababi mana shu so'rovga berilgan javob berish shart degani. Mana bossam, bu yoqqa jilib qoldi. Xo'p, endi mana yerda o'ng tarafda plus bor. Pluslarga ko'proq ko'ngil burg'ila. Mana shu pluslarda ichida ko'p narsa bor ekan. Demak, plusni bosamiz. Dag'i bir qo'shib berdi. Bu yerga men kommentariy yozib qo'ygim keldi. Baldar, misol uchun hozir sizlarga 5 ta test beraman. Har bir testning bali 1 baldan hisoblaydi. 5 ta testga to'g'ri javob bersanglar 5 bal olasizlar. Testga javob berish uchun javobning so'l tarafida to'g'riq nimasi bor, belgisi bor. Shu belgini bir g'ana bossanglar bo'ldi. Keyingi so'rovga javob berib ketaverasizlar. Oxirinda отправить knopkasini bosasizlar deb shu so'zlarni ko'pgina qilib yozib qo'ydim-da mana. Hurmatli bolalar, shu test to'g'risida qanday javob berishni men kommentariy qilib o'rgatib qo'ydim.
Bunu da tekste berdim. Biroq bu javob berish shart emas bo'lgan yer. Prosta kommentariy bersangiz bo'ldi. Tushunibdimi? Baldar qanday qilib testda javobini berishini kichkina o'rgatib qo'yish kerak. Bo'lsa sizdan so'rayverib, "Ag'a qanday qildim, bunday bo'ldimi?" deb so'rayveradi. Mana shu yerda shunaqa kichkina tushuntirib berib qo'ysangiz bo'ldi. Plusni bosdim. Mana misol uchun mana endi test boshlandi. Birinchi test. Testni beraman. Misol uchun 6-klassda qanday programmalar qaysi bir programmalar tiliga kirmaydi deyin. Qaysi biri programmalar tiliga kirmaydi. So'ro. Tabiatda o'tirib olib ishlayaptimi, shuning uchun kichkina quyosh to'sib qoladi. Mana so'rovni yozdim. Endi birinchi variant yozaman. Misol uchun birinchi variantga qanday yozib qo'ying? Ingliz tilida Python deyin. Python. Buni belgilab qo'ysa to'g'ri emas, sababi Python programmalar tiliga kiradi. Java. Bu da to'g'ri emas. Mana nemis tili. Tak. Qancha yozasiz? Nemis. Nemis tili Python programma tillariga kirmaydi. Nemis tili odamlar tiliga kiradi. Jana Scratch misol uchun. Scratch. Voy, inglizcha yozish kerak. Scratch. Mana testga javob tayyorlab qo'ydim. Endi bu yerda qaysi biri turadi? Mana bu nemis tili programmalar tiliga kirmaydi degan yerini bosish uchun mana ildida ответ degan knopka turadi. Shu ответini bitta bosib qo'yim. Anan keyin nemis tili degan bitta bosam. Mana belgilab qo'ydim. Mana yerga pitichka tushdi. Endi buga qancha ball berish kerakligini mana yerda ko'rsatib turadi. Mana 1 ball, 2 ball, 3 ball, 4 ball, 5 ball, qancha ball bersa bo'ladi. Men 1 ballni sistema qilib qo'ydim mana 1 ball. Qaysi bir programma tiliga kirmaydi? So'rovni berdim. Gotovini bosasiz. Mana. Tayyor bo'ldi. Обязательный вопрос deganga bitta pitichka qilib qo'yaman. Bitta so'rov tayyor bo'ldi. Keyingi so'rovga o'tish uchun dag'i plusni bosam. Mana. Keyingi so'rov tayyor bo'ldi. Dag'i bitta so'rov yozamiz. Qaysi biri bunday bo'ladi, qaysi biri qanday bo'ladi? Misol uchun. Tezroq qilish uchun men birinchi javob bunday. Ikkinchi javob bunday. Uchinchi javob mana bunday, to'rtinchi javob bunday. Kerakli javobni belgilaymiz. Misol uchun aytaylik, bunisida ikkinchi javob kerak bo'lsin. Gotovini bosamiz. Qo'shib qo'yamiz. Keyingi so'rovga o'tdim. So'rov berishim mumkin. Mana suratdagi emne misol uchun, ha? Suratdagi emne. Mana yerda surat qo'yish degan joy turadi mana. Bitta bossam, xohlasak suratlarni qo'ysak bo'ladi. Kamerada tartib qo'y, fotoni qo'y, deb bo'lsa Google'dan kartinka ol misol uchun. Google'dan kartinka olishni qalab qoldim. Poisk изображения. Solnce misol uchun quyoshning suratini qo'ying. Solnce. Solnce. To'g'rilab qo'ydi. Xo'p. Buni surat. Endi misol uchun tushirib. Mana quyoshning suratini tushirib qo'ydi. Kichkina qilib qo'yishingiz mumkin. Suratni so'rov berdim. Birinchi saytda quyosh dedi, ikkinchi saytda oy dedi, uchinchi saytda bola dedi, to'rtinchi saytda dag'i bir narsa dedi. Aytaylik, birinchi javob to'g'ri deylik. Ответ deganga bosam, birinchi javob to'g'ri deb qo'ydim. Balni qo'yib qo'yam. 1 ball. Buni ikkinchisida balni qo'ydimmi? Ответ deganda ball qo'yibmiz. Ответ deganga mana bunda 1 ball qo'yib qo'yish kerak mana yerda. Tekshirib qo'yasiz. Tak, gotovini bosam. Kerakli so'rov bosildi. 1, 2, 3 so'rov bo'ldi. Dag'i 2 so'rov kerak menga. Tez ikkita so'rov qilib qo'ying. Dag'i ikkita. Misol uchun mana buni qanday so'rov? Variant. Birinchi variant bunday, ikkinchi variant bunday, uchinchi variant bunday, to'rtinchi variant bunday. To'g'ri javob, to'rtinchi javob deylik.
Ответni basam. Bir ballı sisteme koyuyorum. Готовыны basam. Обязательный вопрос deb koyuyorum. Akırgısı. Akırgı soruğu berem. Cevaplarını ko'rsatamiz. Aytaylik bunisi 3-chi javob to'g'ri bo'lsin. 3-chi javobni to'g'ri deb berdim. Ответni qo'yam. 3-chi javobga belgilaymiz. 1 ball deb qo'yamiz. So'rovlar javoblarni tayyorlab o'tgandan keyin mana yerga keltirib, mana bu yerda qancha klassga test o'tayotasiz. Misol uchun 6-klassga test deb yozib qo'ydim-da. Buni papkani bosdim, qayerga kirishni ko'rsatib qo'ydim. Misol uchun papkani ochib 6-klasslarga test degan narsani men borib turib hozir Modisga kirdim, saboqlar deganga kirdim. Bir yerdan 6-klasslarga kirdim. 6-klass bosdim. Переместить degani bosib qo'ydim. Переместить tag'i. Mana 6-klasslar degan papkamga kerakli so'rovlar tushdi. Endi bir tekshirib qo'yingchi. Kerakli yerga tushdi ekan. Diskga kiram. Diskga kirib 6-klasslarga zapis qildim deb aytdim. Demak 6-klass degan yerga kiramiz. Demak saboqlar, mana saboqlardan boshqa yerga ketib qoldi. Darslar. Bu yerda 6-klass degan yer bor. Mana 6-sinflar uchun. Bu yerdan mana 6-klassga test dedi. Biroq 6-klass bizda bir emas, ikkita bor. A klass, B klass bor. Demak B klassga xuddi shu testni kopiyasini qilish kerak. O'ng joqni bosam, so'zdagi kopiya mana. 6-klassga kopiya qilib yozadi. Hozir kopiyani tayyorladim. Mana 6-klassga kopiya degan chiqdi. Переименовать qilam. Переименовать. 6-chi B klass deb yozib qo'ying. Kopiya deganimda o'chirib tashlaganda 6-chi B klassga test deb qo'ydim, OK deb qo'ydim mana. Mana bunisi 6-chi B klassga beraman, berikisini 6-chi A klassga beraman. Endi kirib ko'ramiz. Qanday bo'ladi? Kirsak mana informatika sabog'idan test degan meni 6-chi B klass uchun chiqdi. Endi baldar qanday javob beradi? Biz baldarga silkasini tashlaymiz programmani. Silkasini tashlasangiz, al baldar sizga kerakli javobni o'sha silka orqali beradi. Mana hozir men sizlarga javob. Endi bir tekshirib ko'ramiz, qanday qilib baldar javob beradi. Mana misol uchun men ko'zni bosdim. Xo'p, mana so'rov chiqdi. Atijonini kirit. Men falonchi Pismadanchiyev. Yaxshi o'qib tushundim. Demak, so'l jag'indagi buni tegliklarni bosishim kerak ekan. Qaysi biri programmalar tiliga kirib, nemis tili kirib, yaxshi. Keyingisi bundaqa so'rovda qaysi javob to'g'ri? Bunisi to'g'ri. Bu emla, bu quyosh. Bu qanaqa javob? Mana bu javob xato berib qo'ydik bitta. Mana bu javob. Anaki kerakli javoblarni bergandan keyin otprat knopkasini bosadi baldar. Mana baldarning javobi ketdi kerakli yerga. Men qayerdan topam? Diskga kiram. Diskga kirib, hop, demak o'sha saboqlar degan yerda 6-klasslar uchun отдельно ochib qo'ygan yerim bor. Mana 6-klasslar uchun papkani ochib qo'ydim. 6-chi B klassga test degan ответni ko'raman mana. Test ответni ko'raman. Mana bir kishi javob beribdir. 4,5 ball olibdir. Bunday qilib tekshirib qo'ysa bo'ladi. Javob bo'lsa, bunday tekshirsa bo'ladi. 6-chi B klassga test deganni bosamiz. Mana o'zimni bosib qo'ydim. Tak. Mana вопрос degan yeri bor. So'rovlar. Ответ degan yer. Mana ответ degan yerga bitta javob keldi degan ma'noni beradi. Men ответ degan yerni bitta ko'ramda. Mana qaysidir bola menga javob beribdir. Qanday javob bergan? Barlig'ini ko'rib turaman mana. 4tasiga javob beribdir. Mana 1-chi, 2-chi, 3-chisi javob berib, 4tasiga javob bera olmay qolibdir. Qolganlarga javob beribdir mana. Keyin mana o'nsi Excelga test Excelga qo'yib beradi mana bu. Demak, mana Excelda 4ta javob beribdir. Men sizlarga ko'rsatishim mumkin. Boshqa klassdagi bolalar qanday topshirgan. Misol uchun hozir men sizlarga diskimga kirib javoblarni qanday ko'rganimni aytib beray. Saboqlarga kirdim.
Buni 8-klasslarda ko'raylik, qanaqa javob bergan. Tak, misol uchun 8-A klass. 8-A klassda mana shuncha bola javob berib qo'yibdi. 10 ta so'rovdan mana bu javoblari. Bu yerda men shunday shart qo'ygan, 2 ta to'g'ri javobga 1 ball qo'yim degan. Natijada men 4 ta to'g'ri javob bergan bola 2 oldi. 9 tasi 5 oldi. 8 4 oldi. 4 oldi, 3 oldi. 3 oldi, 5 oldi, 3 oldi, 3 oldi. Mana 4 oldi. 5 oldi, 9 ta javob berdi. Mana 5 5 5 5. Shunday qilib shu ballarga jurnalga keyin jeb bo'lsa mana shuni o'zimni Excelga ko'chirib olib, o'zimni jurnalimga barni to'g'rilab qo'yaman. Alamas so'rab qolish mumkin, qanday jo'natamiz deb. Jo'natish bunday. Misol uchun 6-klassga test degan yerga kiramiz. 6-B klassda bosamiz. Mana bu yerda silkalar jo'natish kerak degan yeri bor. Shuni bitta bossangiz, silkalar kompyuterning esine copyright bo'ldi mana bu silka. Shuni olib borib turib WhatsAppga tashlab qo'yasiz. Bo'ldi. Balani WhatsApp'ında mana shu silkani bosqilar, shu yerda sizlarga test chiqadi deb tushuntirib qo'yasiz. Bala silkani bosadi, test chiqadi. Mana shu sizlarga kichkina yordam. Eng hurmatli aka-ukalar, sizlarga bir jangilikni ko'rsatib qo'yim kerak. Mana bu yerda bir kitobni tayyorlab qo'yganmiz. Bu Python programma tili bo'yicha ikkinchi kitob, boyagi birinchi kitobimizda ikkinchisi tayyor bo'ldi. Test kunlarda ichida mana shu kitobni sizlarga o'rganish uchun beramiz. Oldingi kitoblarimizga ancha-muncha jangiliklar qo'shilgan. Bu yerda qanday jangilik qo'shilgan desa, misol uchun qanday qilib programmaga suratlarni kiritsa bo'ladi. Ya bo'lsa knopkalar bilan qanday ishlasa bo'ladi. Jangi mana masalan mana bunday suratlarni qanday qilib programmaga qo'shsa bo'ladi, bunday suratlarni. Ya bo'lsa bunday saytga o'xshab programmalarni qanday chizsa bo'ladi. Ya bo'lsa mana bunday qish programmalarni, figurlarni qanday chizsa bo'ladi. Qisqasi jangiliklar ko'p. Oldin kitobimizga o'xshagan yengilgina qilish deganmiz. Tushunishga o'ng'oy qilib, iloji boricha maktabdagi bolalarga tushunsa yengil bo'lishi uchun harakat qilganmiz. Bu programmist bolalarni tayyorlashga уже yaqinroq kelib qolishi mumkin bolalar. Buni shundan keyin ancha-muncha programma tuzish qanday ekanligini bilib qolishadi. Bu yerda test kunlarda buni nimalardan o'tib olaylik? Karantinlarimiz bitgandan keyin mana shu kitobimizda o'sha sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Hozir bo'lsa savog'ingiz bitdi. Ko'ngil bo'lganinglar uchun rahmat. Bardingizga tabiatning qo'ynida o'tib olib, yaxshi ish qildik deb o'ylaymiz.